Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videoda sizlar bilan yurak elektr o'qlari haqida gaplashib o'tamiz. Yurak elektr o'qlari deb yurakdagi elektr oqimining yo'nalishiga aytiladi. Yurak elektr o'qlariga qorincha vektor misol bo'la oladi. Bu Queress kompleksni hosil bo'lishini belgilaydi. Normal yurak elektr o'qi yuqoridan pastga qarab, biroz chaproqqa yo'nalgan hisoblanadi. Yurakdagi impulslar dastlab sina arterial tugundan ishlab chiqariladi va bo'lmachalarni qo'zg'atadi. Undan so'ng impulslar atrioventrikulyar tugunga uzatiladi. AV tugundan giz tutamga hamda giz oyoqchalariga uzatiladi. Giz oyoqchalari orqali impuls qorinchalarga tarqaladi va qorinchalarni qisqartiradi. EKG ritmogrammasidagi bizdagi P tishcha bo'lmachalarning qisqarishini ifodalaydi. Queress kompleks esa qorinchalarning qisqarishini ifodalaydi. T tishcha esa qorinchalarning repolarizatsiyasini belgilab beradi. Biz bilganimizdek, depolarizatsiya ya'niki musbat elektr oqimi elektrodning musbat tomoniga qarab yo'nalsa, bizda EKG qog'ozimizda musbat tishchalar hosil bo'ladi. Endi sizlar bilan Queress kompleks vektorini hosil bo'lish mexanizmini ko'rib chiqamiz. Yurakning 3 ta qavati farqlanadi. Bularning birinchisi ichki qavat, endokard qavati, o'rta qavat, miokard qavati hamda tashqi qavat, epikard qavatidir. Bizning o'tkazuv sistemamizdagi giz oyoqchalari va Purkinje tolalari aynan yuragimizning endokard qavatida joylashgan. Shuning uchun impulslar yurakning endokard qavatidan epikard qavatiga qarab uzatiladi va shuning uchun bizda umumiy vektorning yo'nalishi yuqoridan pastga qarab yo'naladi. Endi sizlar bilan miokard qavatidagi o'zgarishlarni ko'rib chiqsak, qorinchalarimizning miokard qavatidagi yurak muskullarining hajmini va sonini ortishi bizda umumiy vektorning ham kattalashishiga sabab bo'ladi. Miokard qavatining oshishi hisobiga kechadigan kasalliklar bizda gipertrofiyalar deb ataladi. Aksincha bizda yuragimizning zararlanishi hisobiga kechadigan kasalliklarda umumiy vektorning oqimi ham kichiklashadi. Bunday kasalliklarga yurak xurujini misol qilsak bo'ladi. Endi sizlar bilan yurakning diafragmaga nisbatan joylashuvini ko'rib chiqamiz. Normada yuragimiz diafragmaga nisbatan to'g'ri yo'nalgan bo'ladi. Semiz insonlarda esa yuragimiz biroz gorizontal holatda joylashganligi uchun umumiy yurak elektr o'qi ham biroz chapga siljigan bo'ladi. Diafragmaga nisbatan ham gorizontal holatda joylashadi. Aksincha, ozg'in insonlarda esa yuragimiz tomchi shaklda joylashganligi uchun diafragmaga nisbatan perpendikulyar holatda joylashadi va yurak elektr o'qi ham o'ngga siljigan holatda, ya'niki vertikal holatda joylashadi. Biz bilganimizdek, yuragimizning normal elektr o'qi yuqoridan pastga qarab, ya'niki yurakning uchiga qarab yo'nalgan. Xuddi shu yo'nalishda bizning ikkinchi standart tarmoqning musbat uchi joylashgan. Shuning uchun ham bizda ikkinchi standart tarmoq o'ziga qarab yo'nalgan oqimni musbat tishchalar holatida yozib oladi. Bundan tashqari, normal yurak elektr o'qi birinchi hamda AV tarmoqlarining o'rtasiga yo'naladi, ya'niki 0 hamda +90 graduslarning oralig'iga yo'naladi. Shuning uchun birinchi hamda AV tarmoqlarida bizda Queress kompleks musbat holatda kuzatiladi. Semiz insonlarda yurak elektr o'qi 0 hamda -30 graduslar oralig'iga to'g'ri keladi va biz buni ham norma deb hisoblaymiz. Ammo yurak elektr o'qi -30 hamda -90 graduslar oralig'iga yo'nalgan bo'lsa, yurak elektr o'qining keskin chapga siljishi deb ataladi. Bu holat bizda chap qorincha gipertrofiyalarida va o'ng qorincha zararlanishlarida kuzatiladi. Agar yurak elektr o'qi 90 hamda 180 graduslarga yo'nalgan bo'lsa, bu bizda yurak elektr o'qining keskin o'ngga siljishi deb ataladi. Bu holat o'ng qorincha gipertrofiyalarida va chap qorincha zararlanishlarida kuzatiladi. Agar yurak elektr o'qi 180 gradus va -90 gradusga yo'nalgan bo'lsa, bu bizda yurak elektr o'qining ekstremal o'ngga siljishi deb ataladi. Bu holat yuragimizdagi ektopik o'choqlardan impuls ishlab chiqarilganda yuzaga keladi. Buning natijasida depolarizatsiya pastdan yuqoriga qarab yo'naladi. Bunda biz AVR tarmog'ida musbatlashgan Queress kompleksini ko'rishimiz mumkin. Endi sizlar bilan ushbu berilgan EKG orqali yurak elektr o'qini qayerga yo'nalganligini topib ko'ramiz. Bizda birinchi standart tarmoqda eng baland tishcha ko'rinyapti. Demak, hozircha biz yurak elektr o'qini birinchi standart tarmoqqa qarab, ya'niki yurakning chap tomoniga qarab yo'nalgan deb taxmin qilib tursak bo'ladi. Endi 3-standart tarmoqqa qarasak bizda izoelektrik Queress kompleks kuzatilyapti. Bu degani yurak elektr o'qi 3-standart tarmoqning musbat tomoniga nisbatan 90 gradus burchak ostida joylashdi degani. Yurak elektr o'qini chizadigan bo'lsak, bizda birinchi hamda ikkinchi standart tarmoqlarning o'rtasiga to'g'ri kelyapti.
Bu bizda +30 gradusga to'g'ri keladi. Demak, ushbu EKG'mizda yurak elektr o'qi normal holatda joylashgan ekan. Endi sizlar bilan ko'krak tarmoqlarini ko'rib chiqamiz. Bizda V1, V2 ko'krak tarmoqlarida asosan manfiy holatdagi tishchalar kuzatiladi. V3 ko'krak tarmog'ida esa izoelektrik holatdagi tishchalarni ko'rishimiz mumkin. V4, V5, V6 ko'krak tarmoqlarida esa bizda asosan musbat holatdagi tishchalar namoyon bo'ladi. Chap qorincha gipertrofiyasida yurak elektr o'qi V1, V2 ko'krak tarmoqlari tomon siljiydi va bu tarmoqlarda bizda amplitudasi yuqori ertishcha namoyon bo'ladi. O'ng qorincha gipertrofiyalarida esa yurak elektr o'qi V5, V6 ko'krak tarmoqlari tomonga siljiydi va bizda bu tarmoqlarda amplitudasi baland ertishcha namoyon bo'ladi. Umumiy qilib takrorlaydigan bo'lsak, normal yurak elektr o'qi -30 hamda +90 graduslar oralig'iga yo'naladi. O'ng qorincha gipertrofiyalarida esa +90 hamda +180 graduslarga yo'naladi. Bundan tashqari, o'ng qorincha gipertrofiyalarida bizda ko'krak tarmoqlarining V1 hamda V2 tarmoqlarida izoelektrik tishchalarni ko'rishimiz ham mumkin. Agar yurak elektr o'qi -30 hamda -90 graduslarga yo'nalgan bo'lsa, bu bizda chap qorincha gipertrofiyasidan darak beradi. Chap qorincha gipertrofiyasida V5 hamda V6 ko'krak tarmoqlarida ertishchasi baland QRS kompleks kuzatiladi. Yurak elektr o'qi haqida bilishimiz kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.